Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga cheksiz salovatlarimiz bo'lsin. Allohga shukrlar bo'lsinki, mana Rajab oyiga ham yetib keldik. Ramazon oyiga bor yo'g'i yana o'rtada Sha'bonni hisoblasak 2 oy qoldi. Ro'pparasi 2 oydan keyin oylarning ulug'i, savoblar yig'ishning eng qulay fursatlardan biri ulug', buyuk oylarning sultoni Ramazon oyi kirib keladi. Lekin ungacha Rajab oyida biz nima ishlar qilishimiz kerak? Rajab oyi o'zi qanday oy? Rajab oyida musulmon inson o'zini qanday tutishi kerak? Ramazon oyiga qanday tayyorgarlik ko'rish kerak? Bugun siz azizlar bilan mana shu haqida suhbatlashamiz. Aslida islom ulug' din. Uning ta'limotlaridagi har amalga rioya qilish ulug' ajrlarni qo'lga kiritishga sabab bo'ladi. Muqaddas dinimizda har bir sananing o'z fazilati bor. Shu jumladan Rajab oyining ham. Rajab oyi qamariy oylarning 7-chisi bo'lib, urush harom qilingan ulug' oylardan biri hisoblanadi. Zero Rajab so'zi lug'atda ulug'lash, hurmat bajo keltirish ma'nolarini anglatadi. Bu 4 oyga Zulqa'da, Zulhijja, Muharram va Rajab oylari kiradi. Mana bu oylarni hatto johiliyat davrida, ya'ni islom dini paydo bo'lgunga qadar o'tgan ummatlar ham hurmat va ehtirom qilishar edi. Qabilalar o'rtasida jang davom etib turganda shu oylar kirib kelsa darhol urushni to'xtatishib, qurol aslahalarini yechib qo'yar edilar. Hadis shariflarda ham bu oy ulug'lanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu oy haqida albatta Rajab Allohning oyi, Sha'bon mening oyim, Ramazon esa ummatlarimning oyidir deganlar. Imom Muslim rivoyati. Sahobalar va ulardan keyingi salafi solihlarimiz Ramazon oyidan so'ng tutgan ro'zalari qabul bo'lishini Alloh taolodan so'rashar edi. Rajab oyi kelganda esa Ramazonga sog' salomat yetishni so'rar edilar. Bu haqda Nabiy alayhissalomdan hadis rivoyat qilingan. Anas ibn Malik roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rajab oyi kirsa Nabiy sallallohu alayhi va sallam Allohumma barik lana fi Rajabin va Sha'ban va ballighna Ramazon. Ey Alloh, Rajab va Sha'bon oylarida bizga baraka bergin va Ramazon oyiga yetkazgin derdilar. Imom Ibn Asokir va Imom Bayhaqiy rivoyati. Mashhur tobiin Abu Kiloba rahimahulloh Rajab oyi fazilati haqida bunday degan. Omir ibn Shibildan rivoyat qilinadi. Abu Kiloba roziyallohu anhu dan eshitdim. U zot aytadilar: Rajab oyida ro'za tutuvchilar uchun jannatda bir qasr bor. Imom Bayhaqiy rivoyati. Imkoni bor kishilar Rajab oyidan boshlab nafl ro'za tutib, Ramazon ro'zasiga o'zlarini tayyorlab borishlari maqsadga muvofiqdir. Shuni ham aytib o'tish kerakki, xalqimiz orasida Rajab oyida qilish shart deb tushuniladigan ibodatlar paydo bo'lgan. Aslida ularning asosi mavjud emas. Shariatimiz ko'rsatmalarida Rajab oyining muayyan bir kunini ro'za bilan hisoblanmagan. Aslida nafl ro'za tutish, nafl namoz o'qish savobli ishlardan, lekin buning uchun muayyan kunni belgilab, ushbu ish shariat ko'rsatmasi deb odat qilib olish hamda bunga dalil sifatida turli to'qima hadislarni rivoyat qilish to'g'ri emas. Ayniqsa Rajab oyining 27-kechasida Rag'oib namozini ado etish borasida naql qilingan hadislarning barchasi to'qima bo'lib, unga amal qilinmaydi. Chunki uning bid'at ekanini Ibn Nujaym, Ibn Obidin va Abdulhay Laknavi kabi muhaqqiq ulamolarimiz tomonidan ochiq-oydin aytib o'tilgan. Rajab oyida ham boshqa oylarda bo'lgani kabi nafl ro'za va namozni biror kunga belgilamasdan, odat qilmasdan o'qilaveradi. Aslida bu oy Ramazon sharifga tayyorgarlikning boshlanishidir. Ha azizlar. Rajab oyi Ramazon sharifga tayyorgarlikning boshlanish oyidir. Chunki bor yo'g'i Ramazonga 2 oy qoldi. Biz mana shu 2 oyimizni chiroyli tayyorgarliklar bilan o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Ibn Asokirdan rivoyat qilinadi. 5 kecha borki, unda duolar rad etilmaydi. Rajab oyining avvalgi kechasi, Sha'bon oyining yarmidagi kecha,
juma kechasi, fitr kuni kechasi va qurbonlik kechasi. Usmon ibn Hakimdan rivoyat qilinadi. Said ibn Jubayrdan Rajab ro'zasi haqida so'radim. U Ibn Abbosning Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ro'za tutar edilar. Hatto og'izlarini ochmasalar kerak der edik. Og'izlari ochiq bo'lardi, hatto ro'za tutmasalar kerak der edik deyotganini eshitganman dedi. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Rajab oyida ham ro'za tutganlar, ham og'izlari ochiq bo'lgan kunlari ham bo'lgan ekan. Demak, Rajab oyida to'liq ro'za tutish kerak degan bir tushuncha ham, bir majburiyat ham yo'q. Imkon bo'lganda ko'proq ro'za tutilsa, albatta Ramazon oyida qiynalmaslik, nafsni jilovlashga tayyorgarlik bo'ladi. Rajab shamolga o'xshaydi. Sha'bon bulutga, Ramazon yomg'irga o'xshaydi. Kim Rajab oyida ekin ekmasa, Sha'bon oyida uni sug'ormasa, Ramazon oyida qanday hosil oladi? Mana shu tomonlarga e'tibor bergan holda biz musulmonlar albatta Rajab oyini g'animat bilib, Rajab oyini fursatidan foydalangan holda Ramazonga tayyorgarligimizni boshlashimiz kerak bo'ladi. Ha azizlar, biz Rajab oyiga kirib keldik. Bor yo'g'i Sha'bon oyi qoldi. Undan so'ng Ramazon oyi keladi. Ramazon oyining fazilatlari esa barchamizga ma'lum. Inshaalloh Ramazon oyi yaqinlashganda Ramazonning fazilatlari haqida ham siz azizlar bilan suhbatlashamiz. Lekin biz ayni paytda Rajab oyi haqida so'zlar ekanmiz. Rajab oyiga har birimiz tayyorgarligimizni ko'raylik. Rajab oyida ro'za tutayotganimizda og'zimizni qachon ochamiz, ya'ni iftorlik yoki saharlik, og'iz yopish qachon bo'ladi degan savol har kimda tug'ilishi tabiiy. Biz bir qoidani esimizdan chiqarmaylik. Qaysi oy bo'lishidan qat'iy nazar og'iz yopish, ya'ni saharlik vaqti bomdodning vaqti kirmasidan, ya'ni bomdodning vaqti kirgunicha sizga og'iz yopish vaqti belgilangan bo'ladi. Ya'ni bomdod vaqti namozi kirguncha siz tanovul qilib og'zingizni yopishingiz kerak. Bir 5 daqiqa bomdod vaqti kirishiga 5 daqiqa qolganda og'zingizni yopsangiz, albatta bu ehtiyotkorlik yuzasidan maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi og'iz ochish vaqti esa shom vaqti kirgandan so'ng, ya'ni shom vaqti kirgandan so'ng siz yana tanovul qilishni boshlaysiz. Bu yagona qoida. Bomdod vaqtigacha tanovul qilasiz va bomdod vaqti kirganda og'zingizni yopasiz. Shom vaqti kirgandan keyin og'zingizni ochasiz. Agar ro'za tutmoqchi bo'lsangiz, mana shu tomoniga e'tibor qilasiz. Niyati nima bo'ladi desangiz, albatta niyatini arab tilida aytish shart emas, o'zingiz o'zbek tilida xolis Alloh uchun Rajab oyini ro'zasini tutmoqlikni niyat qildim. Yoki iftor paytida Allohning roziligini so'rab Rajab oyi ro'zasini tutdim. Allohim ushbu ro'zani menga xayrli qil, barokatli qil deb yaxshi ichingizda yoki tashingizda kerakli bo'lgan duolarni qilsangiz kifoya bo'ladi. Demak, ushbu oyda ro'za tutmoqchi bo'lganlar mana shu jihatlarga e'tibor qilish maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi qaysi kunlarda ro'za tutgan afzal degan savolga sunnatga muvofiq Rasulimiz sollallohu alayhi vasallam dushanba va payshanba kunlari ro'za tutganlar. Buni biz ham odat qilib olsak, albatta maqsadga muvofiq bo'ladi. Demak, biz dushanba va payshanba ro'za tutsak juda yaxshi bo'ladi. Agar imkon bo'lmasa dushanba yoki bir kunni belgilab yoki oyning boshida bir kun, oyning o'rtasida bir kun, oyning oxirida bir kun ro'za tutsa ham bo'ladi. Ammo bir narsani bilaylikki, qancha ko'p ro'za tutsak, shuncha fazilat bo'ladi. Albatta, har kim imkoniyatini e'tiborga olish maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki insonlarda ish bor, tashvish bor yoki salomatlik masalalari bor. Bu tomon albatta avvalida turadi. Biz o'zimizni jismonan yoki boshqa tomondan toliqtirib qo'yishimiz durust emas. Ammo Ramazon oyi kirganda albatta har kim sog'lom bo'lgan insonlarga Ramazon ro'zasini tutish farz bo'ladi. Qolgan ro'zalar nafl ro'zalar hisoblanadi, bu ixtiyoriy bo'ladi. Tutmasa gunoh yo'q. Agar tutadigan bo'lsa, qo'shimcha savob
ajr va fazilatlar albatta Alloh taolo tomonidan boshimizga yog'iladi. Alloh taolo barchalarimizni mana shunday ulug' oylardan go'zal tarzda nasibamizni, ya'ni savoblar, amallar daftarimizni to'ldirgan holda chiqmoqligimizni o'zi nasib ro'za aylasin. Barchangizga mana shunday ulug' oylar muborak bo'lsin. Inshaalloh Rajab oyidan so'ng Sha'bon oyi va Ramazon oyiga Alloh taolo bizlarni yetkazsin. Ramazondan ham albatta o'zimizning nasibamiz bilan, ya'ni yaxshi ajr, mukofotlar bilan chiqishlikni Alloh taolo barchalarimizga nasib ro'za aylasin. Va sallallohu taala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin.